Yaqında Uyg'ur diyaridan tarqalgan TikTok sin filmlarida Uyg'ur artistlar va puhralar orasida 1960 va 1970 yillardagi madaniyat inqilobining qizil tashviqotlari avjiga chiqqan mezgillarda keng umumlashgan xitoycha naqshlarni o'rinlash to'lqinining qayta paydo bo'lganligi namoyon bo'ldi. Bu xil ko'rinishlar Uyg'ur elining yaqinqi siyosiy atmosferasining ashu madaniyat inqilobi davriga o'xshab qolganligini ko'rsatib beradi. Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha, bu sin ko'rinishlarda nurg'un mo'ysbet Uyg'urlarning yosh vaqtlarda aytishga majburlangan ashu xitoycha qizil naqshlarni qayta aytishga silinib, ularning bir umr Xitoy kommunistik partiyasiga media o'qish bilan xo'rlangan holati ifodalangan. taşırımında coşum.